Yana bir umumiy sirli syujet bor. Ayrimlar tushda uyg'onadilar. Uy ishlarini qila boshlaydilar. Sayrga chiqadilar, kino ko'radilar, ammo keyin nimanidir payqaydilar. Biror bema'ni narsa bo'ladi. Misol, televizordan ulkan ko'z qarab turibdi. Odam yana uyg'onadi, 10 martalab uyg'onishi mumkin. Tushida uyg'onadiganlar ko'pincha yana bir hiylani qila olishadi. Boshdan kechirganlar tushundi. Bu ongli tushlar. Bu uxlayotganda miya po'stlog'idagi idrok, xotira, diqqat va rejalashtirish uchun mas'ul qismlar uyg'onishi. Tamom, odam tushini o'zi boshqarishi mumkin. 4-devorni buzganday. Atrofingizdagilar chinakam emasligini anglab turasiz va ssenariyga bo'ysunmay improvizatsiya qilishingiz mumkin. Bir nechta mashhur texnika bor. Ulardan biri wake back to bed. Buning uchun uyg'otishni odatdagidan 1-2 soatga vaqtliroq qo'ying. Uyg'ongach yarim soatga biror tinch mashg'ulot toping. Masalan, kiyim dazmollash. So'ng o'zingizni tushida hushyor qolishga ishontirib, uxlashga